bo'ynida qanaqadir muammolar borki, o'shaning uchun birga oldi hammasini qo'shib. Endi operatsiya bo'lganingiz, bu sizda xuddi menopauza, klimakterik periodni boshlanishidagi bo'ladi, tuxumdon bo'lmagandan keyin. Ana tuxumdonlardan ikkita gormon chiqardi, estrogen, progesteronlar. Ana o'shalar endi yo'q chiqishi. U ko'p joylarni boshqarardi. Masalan, vegetativ nerv sistemamizni yarimta gap kam, bitta gap ko'p, yig'loqlik, injiqlik boshlanadi. Yana boshqaradigan joyi qonni yuvish tizimida trombositlar ko'payib ketishni boshlaydi. Yana boshqaradigan joyi bu kalsiy almashinuvi, ya'ni kalsiy kamayishni boshlaydi, yuvilishni boshlaydi. O'shaning uchun bo'g'imlarda og'riqlar paydo bo'lib qoladi. Yana boshqaradigan joyi terining namligi. Tashqi jinsiy lablar oqarib yotibdi, o'shaning uchun bir qichishish bezovta qiladi. Sahringiz yo'g'i? Xo'p, bu joy chuqurlashib boraveradi borgan sari. Bitta maz yozib beraman, mana bunaqa yulish, ochish mumkin emas. Xo'p, leykoplakiya oldi holati etdi. Xo'p, endi siz har 3-6 oyda qonni suvi quyuqligi, vitamin D, kalsiyni nazorat qilishingiz kerak. Baribir shu periodga o'zi yaqinlashyotdingiz, operatsiya bo'lmasangiz ham o'sha menopauza boshlanishi kerak edi. Endi bu necha yil, qancha payt davom etadi, asoratsiz o'tib olishimiz uchun mana shularni nazoratga olib turasiz. Ko'kraklar, uni